Sharqiy Turkistonning Qog'liq nahiyasida yer davridi. Bugun atdigan soat 5da Sharqiy Turkistonning Qog'liq nahiyasida 5,2 bal yer davrigan bo'lib, yer davrash Ko'ilin tig'i chegara yoqasidagi odam yo'q o'rinda yuz berganlikdan o'lim, yetim va yorlanish ahvollari yuz bermagan. Tilshunos Mirsulton Osmonov olamdan o'tdi. Uyg'urlar ichida har jihatda oldida mangan. Türkologiya sohasida nurg'unlagan Uyg'ur va chet ellik tadqiqotchilarni tarbiyalagan olim. Tilshunos tadqiqotchi Mirsulton Osmonov 2017-yili 12-oyning 1-kuni saharda Sharqiy Turkistonning Urumchi shahrida 88 yoshida olamdan o'tdi. Biz marhumning oxiratligiga xayrlik, oilasiga sabr tilaymiz. Xitoy Amerikaga hayva qilgan. Amerika bilan Janubiy Koreya yarim orolida mushu haftaning 5-ida keng ko'lamlik harbiy manevr o'tkazganligiga javoban Xitoymi Amerikaga hayva ko'stib, Koreya yarim oroliga yaqin joyda Sharqiy Turkiston dengizi va Seriq dengiz havo tavasida buningdan ilgari aeroplan uchib boqmagan rayon va liniyalar bo'yicha havo armiyasi manevri o'tkazgan. Türkiye Büyük Millet Meclis Umumi Kengeşi Quddus xitobnomasi tayyorladi. Har qaysi siyosiy partiya guruhlari Türkiye Büyük Millet Meclisi Umumi Kengeşida hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi, Cumhuriyet Xalq partiyasi, Xalq Demokratiyasi partiyasi va Millatchi Harakat partiyasi o'rtaq xitobnoma tayyorladi. Xitobnomada Quddusning salohiyatini o'zgartirishga bo'lmaydiganligi, shundaqla BDTning qaroriga xiloflik qilishga bo'lmaydiganligi eskartildi. Xalqaro jamiyat Trumpning Quddus qaroriga norozilik bildirdi. Amerika Islom munosabatlari kengashi, Amerika Musulmon tashkilotlar kengashi va Falastin uchun Amerikalik musulmonlar tashkiloti qatorliq Amerikadagi ko'plagan ijtimoiy tashkilot va organlarning o'rtaq bayonotini e'lon qilgan jamoat arboblari Trumpning qarorining xato ekanligini ta'kidlab o'tgan. Amerikaning qilmishi musulmonlarga hujum qilganlik. Dunyo musulmon olimlar birlashmasining bosh kotibi Ali Karadag'i Amerikaning Tel Avivdagi elchixonasini Quddusga yo'tkash planiga qarshi bayonot berib, Amerika prezidenti Donald Trumpning Quddusni ishg'oliyatchi davlatning poytaxti qilish tirishchanligi 1,7 milliard musulmonga ochiq oshkor hujum qilganlik bo'lib, musulmonlarning his tuyg'ularini zida qilmoqda degan.